Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, oshxonada ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Suyakligini ber. Piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shuni gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşiniz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob-kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni ham musorga tashlab yuboring. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dada, pavi parashogimiz tugagandi. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketkazadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu Bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, toshlaring. Kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplaringiz to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing, bo'lmasam biz hozir shu haqda gaplashamiz, bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vafli-tovaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter, bitta terib olib kelib. Ay, qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi, qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin, chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Mendan battariga uchraysan. Men ketsam xor bo'lasan. Bir ko'sa ovqatingni yeb pishirib yurolmaysan. Kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Sidiralmay o'l, otangga o'xshab. Yur tez bo'l. Bishiring qurgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? G'ingshima, hayda turib tur. Ha, nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzalib tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Oyog'ingni tort. Qani meni tarog'im. Yig'layapti. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush. Beting chirigir bolalar. Sanam yerda katta bo'lsang, otangga o'xshagan bir kishi bor. O'tir. Mana turib tur. Ha. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q. Dazmolda o'chiribmanmi, yo'qmi shuni bir ko'ray dedim. Ha, o'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan? Yur oldimga tush. Otangga o'xshamay o'l Mirza Terak. O'chir.
Tur mana shu yerda. Jim. Ha. Shavkani. Yalinmang. Men siz uchun qaytganim yo'q, tushundingizmi? Attini qara buni, qora tappi. Nimasiga tekkan ekanman shuni? Zo'rsiz. Lalakuga kelganman, tushundingizmi? Nima edi u? Bolani tagligi tinch uxlaydi, tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi. Yur oldimga tush. Tez yur. Uchir. Mana ikkinang chirisin sanlar. Nima ovqat qilay? Sen ketmadingmi? Mana bolalaringiz yig'lab qoldi, ichkib, dadam deb. To'ymala dadangga. Hech narsa demadim-ku. Uchir. Qachon ketasan qayt? Ertalab ketaman nonushta qilib. Sen hayotda ketmaysan. Senlarning fishkalari shu. Ketaman deb qo'rqitasan odamni. Sevmaysanmi hay? Men ketdim ovqat qilaman. Nima ovqat? Qaydan bilay? Qara orasizmi? Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Nega aylanmay? Odammasman qol desam, odammasman qol desam, ketaver. Nomard bo'lay qol. Bolamni tishlayman. Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayog'ing kuydi, nima bo'ldi? Prikol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bola? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam bo'ladi. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nima bir. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim oldiga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuningiz. Va chersi muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam. Bo'ldi, jonga ham tegdik, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana onam bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Ikki sog'lom hayot. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qilasiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shuningiz kimga tortdi? Raddomda nita tortgan. Ha? Aksher nita tortgan. Odammasman qol desam, odammasman. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilariga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman.
Ha, bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab yo'q, ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Ha, mayli. Keling, o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Uf, dadajon, ha endi shuni qilmanglar. O'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku. O'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim, ha? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku. Shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozirgi kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, san krishkasini yopib turasan, men pomidor to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen bunisi ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansa, indiniysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Rahmat bolam, menga moshim deb, senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa moshimlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Duo ber. Yaxshi. Ha, qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha, o'g'lim moshim podarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi bu ko'ra olmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman, bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf senga deb yuboraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Ancha nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kir hamma narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara, palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qilding. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Yo'q, kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z qilib berasanlar. Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalo, qayerdan olding uyni? Tavrabbi yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursan. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa, nima qilishadi? Ozun ulayam. Qaysi puliga oladi bu? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber, hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani afarmileniya, qani bantik, qani odamlar ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami.
Ha ko'nglimdan chiqqani shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan. Ha ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Xizmatingiz beravering. Nima? Xizmatingiz shumi? Xizmatim shu-da. Xizmat qilib bering deyapsan. Xizmat qilib 2000 beryapman nima? Xizmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, xizmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, xizmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha? El qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy el qatori beravering. Yo, el qatori degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz svechasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysilarmish qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-a o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Bu yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Aliya, assalom qarindoshlar. Qandaysizlar? Biz Tashkent sutida. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jimtek turing, ana qilib turing. Ay, Tashkent sutiga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Keyingizlar sizlar ham maylimi? Hozir rasmlarga tushamanda shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi borsizlar-da? Yonida svetofor bor. Qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tapqaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tiribdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'libdi. Nima deysiz? Kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Ey, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nimayda temirda rasiga tiqib shashlikmi nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay u nima bu? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Kelingsiz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Dastavkasi olib keldi. Siz
Neva? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deymi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi, Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'za shum. Shum deylar. Kim edi bu qari tullak? Guadalupaning onasimi? Yo, bu xoziyka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupaning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldimi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo'q, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da.